Assalomu alaykum obunachilar. Mana yana Andijon viloyatida yana bir 2 etajli qo'yxonamizni bitkizdik. Tepasiga tunukalarni yopib, pastiga xudo xolasa konteyner pollarni qatiradi. Ikkinchi etajga piris bosadi. Beda piris, somon piris bosadi. Pastiga atroflarni o'rab qo'yxona qiladi. 100% konteyner profillardan bo'ldi. Birinchi etajda to'sinlarimiz orasi 85 cm dan, ikkinchi etaj firmalar orasi 1.30 dan. Stokalarni ham qalin 12 ga 10 konteyner shivellardan qilib berdik, 4 stenalik. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Hozir tepadan ko'rinishni ham bitta olib ko'rsatamiz.